Aholi va ulgurji iste'molchilarni 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumida uzluksiz energiya bilan ta'minlash maqsadida elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan sohada davlat nazoratini o'rnatishga alohida e'tibor qaratilgan. 2025 yilning dastlabki 10 oyida 129 ta noqonuniy holatlar aniqlanib, 40 milliard 200 million so'm. Shundan 105 ta holatda elektr energiyadan, 24 ta holatda tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish holatlari aniqlangan. Korxona va tashkilotlarning 234 ta mansabdor shaxslariga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Xususan 147 ta holatda tadbirkorlik subyektlariga, 67 ta holatda davlat tashkilotlariga, 20 ta holatda tizim tashkilotlariga nisbatan tegishli choralar ko'rilgan. Kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish maqsadida tizim tashkilotlari tomonidan 504 ta elektr qurilmalar va 1404 kilometr uzunlikdagi elektr tarmoqlarda mukammal ta'mirlash rejalashtirilgan bo'lsa-da, amalga oshirilgan ishlar joylarda o'rganilganda ayrim kamchiliklar aniqlangan. Yil boshidan O'zenergiya inspeksiya tomonidan hududiy elektr tarmoqlari Xorazm hududiy filiali hamda milliy elektr tarmoqlari Xorazm hududiy filiali tomonidan 2025 yil davomida bajarilishi kerak bo'lgan ishlar yil boshidan rejalashtirilgan bo'lib, ular hududiy elektr tarmoqlari tomonidan 1401 kilometr elektr tarmoqlari hamda 504 dona transformator punktlarini mukammal ta'minlash ishlari rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi vaqtda bu ishlar bajarilib, bir energiya inspeksiya tomonidan ko'rikdan o'tkazilib, ekspluatatsiyaga tayyor 2025 yil 2026 yil kuz-qish mavsumiga tayyor deb qabul qilib olingan. Elektr energiyalarini noqonuniy foydalanishni oldini olish maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar bilan hamkorlikda nazorat reyd tadbirlarini kuni tun 24 soat ish rejimida ishlar tashkillashtirilgan bo'lib, shu to'g'risida 2025 yil dekabr oyi mobaynida bitta MCHga 9 milliard 800 million so'mlik noqonuniy holat aniqlanib, tegishli tartibda dalolatnoma rasmiylashtirib, hozirgi vaqtda huquqni muhofaza qiluvchi tashkilotlar tomonidan tergovga qadar tekshiruv holatlari olib borilmoqda. Iste'molchilar tejamkorlik asosida elektr energiyasi va gazdan foydalanishsa, ta'minot bo'yicha bundan-da sifatli natijaga erishish mumkin. Agarda har bir iste'molchi tejamkorlik asosida ish yuritsa, viloyatimizning barcha aholisi elektr ta'minotidan bahramand bo'lishadi. Bundan tashqari oilalarda qancha mablag' iqtisod qilinadi. Shunday ekan, hurmatli iste'molchilar, qish mavsumini betalofat o'tkazishga birgalikda harakat qilaylik.